erkak kishiga eng og'ir musibatlardan biri uni ayoli unga xiyonat qilishligi. Buni ancha-muncha erkak ko'tara olmaydi. Chunki bu og'ir, qiyin musibat. Lekin agar erkaklarda erkaklik, rujulat sifati, qizg'anishlik sifati yo'qolgan bo'lsa, unga ayoli xiyonat qiladimi, xiyonat qilmaydi farqi bo'lmay qoladi. Alloh bu holatdan saqlasin. Ayollarni xiyonatiga bir qancha ishlar sabab bo'ladi. Shularni ba'zilariga men to'xtalaman. Birinchisi, Alloh taoloni tanimaslik. Allohni tanimagan ayol o'zini gunohlardan tiya olmaydi. Hattoki mana zinogacha boradi. Jamiyatda ko'p zinoni, ko'p xiyonatni sababi mana shunda. Eri Rossiyaga ketsa, eri safar qilsa, yoki eri uzoqroqda yashasa, yoki eri bo'lsa ham Allohdan qo'rqmaganligi sababli, gunohdan qo'rqmaganligi sababli, Allohning oldida ertaga javob berishlikdan qo'rqmaganligi sababli eriga xiyonat qilib qo'yadi. Alloh saqlasin. Chunki u Allohni tanimaydi. Allohni ko'rib turganligini, Allohni bilib turganligini, gunohkor bo'layotganligini, Alloh taolo uni ertaga jazolashligini, Allohning oldida hisob kitob qilinishligini u his qilmaydi. U xayoliga keltirmaydi va mana bu buzuq ishga, xiyonat ishiga u qo'l uradi.